Assalomu alaykum, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Sog'lom hayot programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Arshin Nidiqot. Bugungi bu programmamiz bo'lsa, mush yoz vaqtlarida, yoz fasllarida tarqaladigan bolalarning ichida taqilib bolalar kasalliklari to'g'risida suhbatlab boramiz. Bulub hozir mush yoz mezgilida havo bek issiq, atrofimizda nurg'un ustozlarniki va o'zimizning bolalar bo'lsin, tuqqanlar bolalar bo'lsin, ba'zan yuqumli kasallardan yuqumli qolganligini ko'rgan bo'ldik. Şunlar bugünkü bu programımızı ulaştırdık ve bugünkü programımızda Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi o'qituvchisi doçent doktor Nametcan Mehmet efendimle bugünkü program teklif bulduk. Assalamu alaykum alim. Wa alaykum assalam. Qimmatli vaqtlarni chiqarib qatnashib berganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga rahmat. Bulunmuş yaz vaqtlarda, havo issiq vaqtlarda kasallik taqilishi tig'imi tez bo'ldi deb o'ylayman de. So'g'uq vaqtiga qaraganda bu to'g'rimi xatomi bilmayman. Bu hazır etrafımızda köygünümüzdek köpüncü balalar maktabga berish jarayonida bo'lsin, bog'chaga chiqib o'ynash jarayonida bo'lsin. Bazı yuqumli kasallarni yuqumlantirib bir necha kun og'rib yetib qolgan ahvoli bo'ldi. Albatta u bir xil kasal deb qarash bo'lmaydi. Uning boshqa nurg'un yozliq balalar tarqalayotgan kasallar bo'lishi mumkin. Shunga uchun bugun bu programmamizda shu yoz fasllarida bolalarda eng jiq ko'riladigan shu kasalliklar qaysilar, buning sabablari nima? Muşunu bizge çöndürüp bergen bolsanız. Assalomu alaykum. Ekran ortida barliq qarindoshlar hammalarning hozirgi vaqtda xayrlik bo'lsin. Oldi bilan sizlarga boya deb o'tib o'tgan bir narsaga javob beray. Shu ba'zan virus yoki bakteriyalar balkim yoz ko'proq taqilishi mumkin deb. O'xshamaydi ba'zan virus yo bakteriyaningki xarakteriga asosan ba'zilari sovuq vaqtda bekrak tez taqiladi, ba'zida issiq taqiladi. Virus va bakteriyaning turiga qarab o'xshash bo'lmaydi. Endi bu siz degandek hozir yoz vaqtda o'sha bolalarda ba'zan kasalliklar ko'p bo'lib ketadi. Endi bu kasalliklarning ko'p bo'lish asosiy sababi nima degan vaqtimizda o'sha havoning isib sababidan bundan keyin bolalarningki uyda o'tirishni xohlamaydi. Hammasi sirtga chiqib o'ynab, bolalar bog'ida o'ynaydigan. Undan keyin shu qo'l tozaligiga diqqat qilmaydigan. Endi keyin havo issiq vaqtida havoning issiqligiga qaramay sirtida o'ynaydigan. Bu xil sabablar tufaylidan ba'zan bolalarda yoz vaqtida boshqa mavsumlarga qaraganda, fasllarga qaraganda ko'proq kasalliklar paydo bo'ldi. Shunga buni biz odatda shu yoz fasliga bolalar kasallik deb ataymiz. Chunki bu yoz faslida paydo bo'lgan bir qancha kasalliklar bor. Albatta bu kasalliklar shu yoz vaqtida ko'proq paydo bo'ldi bolalarda. Bularning birisi shu oftob o'tib ketish, undan keyin shu bakteriya xarakterlik teri yuqumliq, oshqozon uchay yallig'i, endi suvsizlanish, suyduk yo'li yallig'lik qilish, quloq o'tir parda yallig'i, endi hasharotlarning chiqib ketish sababidan kelib chiqqan ba'zan kasalliklar yoki sog'liq masalalar bor. Bularning ko'pinchisi shu yoz faslida ko'proq yuz berdi. Shunga biz buni bolalarga yozliq kasallik deb ataymiz. Bundan boshqasi bor, lekin ko'pincha bayağı men sanab o'tgan kasalliklar o'sha yoz vaqtida ko'proq yuz berdi. Endi buni hammani qisqacha to'xtab o'tib ketsak, buni nima sababdan bo'ldi? Mana bu qanday kasalliklar balkim ota-onalar bayilib qolsa ajib emas deb o'ylayman. Birinchisi shu issiq o'tib qilish. Endi issiq o'tib qilish hammalar bilamiz. Vatandan shu kunduzi sirtga chiqqanda bo'lib, hatto tushlik vaqtida cho'nglar deydigan issiq o'tib qoldi, sirtga chiqma deb. Ameliyatda shu atdigan yoz vaqtida atdigan 10 soat tushdan keyin soat 4 gacha mumkin bo'lsa sirtga chiqmaslik bo'ladi. Bolalarniki yoki sirtga chiqarmaslik. Chunki soat 10 bilan 4 orasidagi vaqt kunning tiklikka vaqti, undan keyin bolalarniki issiq o'tib qilishiga eng muhim sabablarning birisi shu vaqt masalasi bor. Shunga bu bir muhim nuqta. İkincisi onun keyin shu 5 yoshdan kichik bolalarda shu issiq o'tib qilish boshqa bolalarga qaraganda bekrak ko'p bo'ldi. Mana shu 5 yoshdan kichik bolalar o'qib qolsa, bu soat orasida mumkin bo'lsa sirtga chiqarmaslik, shu uyda o'ynashga tirishish kerak. Endi buniki dastlab agar issiq o'tib qolsa qanday bilamiz degan vaqtimizda issiq o'tib qolsa dastlab vaqtlarda shu holsizlik bitilgan. Undan keyin ko'p terlayib, undan keyin terlash asosi azlaydi. Undan boshqa shu yurak sanjiqi turadigan agar cho'nglar bo'lib qolsa kichik bolalardan bo'lishi mumkin, lekin kichik bolalar deyilmaydi. Undan boshqa ko'ngil ilishadigan, ig'ir bo'lib qolgan chog'da aylanib turgan ahvollar bo'ldi.
Şunlaşıp buna qalası da əlbəttə öydə qılış tiyişlərsə olmaz. Qıysak oldu olmasa dərhal doktorxanaya götürüş gerek. Şimdi ikincisi neyse, ikincisi şu bakteriya karakterlik teri yokumluk qilish. Yani bu asasen şu ıssiq belbaq devletlerde köprek buldu. Lekin yaz besilde ıssiq belbaq olmagan devletlerde mi yüz berdi. Bununki köpüncüsü şu balla bağıçısında oyuncaklar verdi. Ballarımız her xil ballar ki oynaydı, tutudu. Onların köpüncüsünün ki qo'llab bakılmaslık mümkün. Eğer bazı ballarda qo'li daşında bakteriya bo'lib qolsa, ashini tutgan yani boshqa ballar kelib tutsa, onu ham yuqum qilish ehtimoli bor. Şunlaşqa bu oynagan vaqtida ballarniki şu parklarda onu bek diqqat qilish kerak. Onu qanday oldini olamiz ikkinchi qismda desak bo'ldi. Yani bununki alametler qanday bo'lgan chog'da agar mush bakteriyalar yuqilib qolsa, qo'llarida ba'zan qichishadigan, lekin ter qizirib qolgan yoki ba'zi vaqtda suvinib qolgan har xil alomatlar yuz berishi mumkin. Shuni qata ota-onalar diqqat qilish bo'ldi. Undan boshqa shu oshqozon uchayyanligi eng ko'p yuz beradigan kasalliklarning birisi. Bu oshqozon uchayyanligi nima uchun yuz beradi degan vaqtda ko'pincha shu tozliqning yaşanması sebebini. Çünkü kichik bola sirtda chiqib o'ynaydi, qo'lini yuvmaydi, tomoq yeydi. O'sha sababdan shu oshqoz yoki uchaylarniki yallig'lanib bakteriya sababidan yoki har xil maynet mikroblar sababidan oshqoz yoki uchay yallig'lanib qolishi mumkin. Buni yallig'lanib qolgan chog'da qanday alomatlar yuz beradi degan vaqtida shu ish surdigan, undan keyin shu undan boshqa shu ba'zan artıq qo'zg'aladigan alomatlar yuz berdi. Oshqozon yoki uchay yallig'i bo'lgan chog'da bizni ko'pincha ko'radiganimiz biri ish surdigan, ikkinchi qusidan to'g'ri qo'zg'aladigan bo'ldi. Mush uch alomat eng ko'p yuz berdi. Lekin bizniki atrofimizga qaragan bo'lsak, qusidan bilan shu nima? Bayda birikkan unutib qoldim. Mushkul ahvollar bekrek ko'p yuz berdi. Shunday bo'lsa, shu uchay yallig'i, uchay yoki oshqozon yallig'i kelganiki ifodasi bo'ldi. Bundan başqa bundan ki başqa sebeplerin bormi degan chog'da albatta bularniki başqa sebepleri shu ballar hozir yoz vaqti bo'lib qoldi, dengizga suv tushadigan, undan keyin shu suzish ko'lchaklari suv tushadigan ahvollar bor. Endi ba'zi yerdagi shu muntazam suzish ko'lchaklar bo'lib qolsa, albatta buni tozalaydi. Şimdi dengizlarniki mi tozalab bo'lishi notayin, lekin ba'zi kichik ko'lchaklar bo'lib qolsa, yezda yashaydigan ballar bo'lib qolsa, shu ko'lchaklarda shu odamning cho'ng taritidan bulg'anib qolgan suv bo'lib qolsa, bu eng cho'ng manbalarniki birisi shu oshqozon uchay yallig'i. Chunki suzishlarni og'ziga ya burnidan suv kiritishi mumkin. Agar mush bulg'angan suv kirib qolsa, shu uchay oshqozon yoki uchay yallig'ini paydo qiladi. Uningda boshqa qaysi degan chog'da shu suydik yo'lni yo'qni qilish ahvolimi doim ko'p turdi. Buningki asosiy sababi shu dengizga borgan chog'da yoki bo'lmasa suzishga borgan vaqtimizda ko'pincha bolalarniki suv yuzib, undan keyin shu ishkimni almashtirmay o'ynab borib qolsa, shu nemlik bilan bir mezgil o'ynagandan keyin almashtirmay ishkimini yuraversa, u yerda bakteriya nimani ko'payishi sharoit yaratıldı. Undan keyin shu jinsiy yo'lda bularni qiz bolalarniki o'g'illardan bo'ldi, ammo qiz bolalarda ko'proq yuz beradi bu ishlar. Suydik yo'lda yallig'lanish kelib chiqadi. Endi buni qanday bilamiz degan chog'da shu kichik taritga vaqtda shu tarit yo'liniki ich og'rishi, undan keyin pat-pat taritniki kelishi, kichik taritning. Bu shu tarit yo'liniki, suydik yo'liniki yuqumlishniki ifodasi bo'ldi. Shun bunday vaqtda agar shuni alomatlar ko'rinsa yoki bolalar desa, meni to'xtamay hojatxona juyasa yoki bo'lmasa kichik taritga vaqtida ich parvat degan joyda ota-onalarniki sal qarmaslik kerak. Undan boshqa desam shu yana bir eng ko'p yuz beradigan kasalliklarning birisi shu o'tir quloq yallig'i. O'tir quloq parda yallig'i degan vaqtimizda bu yana shu suv uzishga ko'proq yuz berdi. Suzgan vaqtida quloqning ichiga suv kiritib, agar suv chiqmay qolib qolsa, balkim shu suv bulg'angan suv bo'lgan bo'lsa yoki pok suvmay qolib qolsa, shu quloqni o'tirib turib qolib qolsa, ma'lum lekin u ashada bakteriya ishlab chiqadi. Undan keyin u yerda yallig'langan quloqni shiqilish, hatto ig'ir bo'lgan chog'da quloqdan biz shirin qilib qolib deymiz. Seriq suv yig'ilish degan ahvollar yuz berdi. Shuningdek bu eng ko'p yuz beradigan kasalliklarning birisi yozimi shu. En ahirqisi ham shu hasharotlarniki chiqilish sababidan. Endi yozib olganda hammaylar bilamiz, nurg'ulg'an hasharotlar jonlanida ko'paydi. Bularning eng ko'p bo'lgani endi pasha. Undan keyin hara, mayli asallar, so'sin mayli
yavaya hərələr olsun. Ondan başqa şunlıq uya bir yer oynayacaq vaxtımızda şunlıq nurg'ulg'an qurtqo'ngizlar var. Bular mı canlanıp çıkıyor? Muşlarını çekili severdi. Bazen ballarınki teriside yoqumluq paydo bo'ldi. Ba'zi qizirib qoldi, ba'zilari suv yig'ilib qoladi, hatto ba'zilari kengayib boshqa yerlarga tarqab ketishi mumkin. Bu ahvollar ko'p. Endi ba'zan bolalarda shu hasharotlarga qarta reaksiya bo'lgan bolalar bor. Masalan, harcha qilib gaplikda deb anglagan bo'lishinglar mumkin. Chunki ba'zi bolalar haqiqatan bu ziyon qildi. Bu qanday paydo bo'lgan chog'da shu nafas yo'lini taraytib, nafas yo'lini siqqandan keyin bazen ağır kasalliklar sebep oldu. Onundaki şu ballarning en ağır olan çağda ölüp bitiş sebep oldu. Şu bugün ahvalasa şaret çıkılan çağda aldılar öde kolumuzdan kilitletip saklı bomba kapkasa bunu sel karmay derhal doktora alış gerek. Yani benim daya sanap ötep etken ya ki düşünür ötep etken kasallikler mi şu ballara yaz besli en köp yüz birden kasallikler. Bu diğerlik bu kasallikler başka pesli bomba diyen yani kim lekin bu kasalliklar şu yaz pesli kişilerle ballarda en köp yüz birden kasallikler boğalı için yaz pesli şu ballar kasallik dep mi atıldı? Rahmet muallim. Bulup mu yaz günlerde şu küçük balındaki hava soğuk olan, hava ısık olan için soğuk neslerini içmen dep mesela. Kuluğu yan çıkıp pulçuk yaman ya ki çoğunlarga yığılgan aman çoğunlarma mesela yığılmış epperin dep soğuk içimliklerini soğuk yediğin neslerini her gün dedik epperip işgüzüp bulağa. Onun da mu yani kesel buluş ihtimallığı bada oylama? Elbette o sizin diyen mühim nokta mesela yemek içmek yönü dikkat kılış gerek. Lakin ben ki mesela bazen neslerin yiyen çağda böyle muz kaymak olsun. Ya ki olsa soğuk içimlikler olup kapkasın. Eğer normal ise o normal iskanında mesele olmaydı. Lakin işlep çıkargan neslineki tazlık yanı mühim. Çünkü bazen nesler markalar değil. İşinci bomba kapkası kanday yer işlep çıkarıldı biz onu okumayız. Eğer pakiz bir yer işlep çıkarılmayan nesli olup kapkasa o bivasla müzeherleydi. Elbette muz kaymağın toxtumay yer verip qalsa, ondaki şu aşqazan yallığı payda qilishi mümkün. Ondaki tamaq ispesisi aşında buluş mümkün. Nəmməli oxumuz yaz bezil kərgə vaxtı avası beklendikin iştahımız tutuldu, çoğlarının şu, kiçiklərinin şu. Mesela şu vaxtıda eğer ballarınki qosuqda toq emas, şu sırtı çıkıp oynasa, elbette bununki ısıqda piçikə ya ki başqa səbəblər tüpəylədən kisel olup qilish ihtimali var. Mençima mesela biz çoğunla bulup mu öyle kirge vaktimizde yani sırtı bürkülük hizmet kılımız bazen kolumuz yuyuş, terletliş biraz uzura kütüş mümkün nurgu insanlarla görüşümüz maşına çıkımız ya ki ama öyle katına çıkı vaktimiz tutumuz öyle kirip lan balını kolumuz ilişkin ilgire buna bir yılık erkiltip yüzden tutup koyumuz aşılardan ilgire aval kolunu bir yüyütüp yüz kolunu yuyup anneken balını ilip suyup kısa o balığıma virüs nimel olsan diye keselleşkanda ötemay dep oylayman. Onun umur dikkat kısa nəhayət yaxşı dep oyladım. Endi bu balalardaki şu yaz kasalliklarininki yaz kasalliginin şu oldini ilish uchun nimalarni qilish kerak? Mush to'g'risida bizga ozroq deb bergan bo'lsangiz. Bu dönemde her qanday vaqtda biz davolashni oldini olish muhim deb qaraymiz. Sayyada bu bir umum ishlatgan bir huquq. Elbette ballarınki sırtı çıkıp oynayışını to'sab bo'lolmaymiz. Uy issiq hamma balla sırtı çıkıp oynashni xohlaydi. Lekin bizni ota-onalar buni bek bo'shavlab, o'sha ballarniki qanday vaqt sirtga chiqish, nimalarga diqqat qilish kerak. Shuni diqqat qilsa hech bo'lmasa xatarning ozroq bo'lsa oldini olib yoki xatarni yuqori paydan tuvanga tushirish tamoman mumkin. Masalan, buni kasallik qata deb o'tib ketsak, birinchisi shu aptap ötep yetiştiğimiz diyen top. Aptap öteshni oldini olish uchun qanday qilamiz degan vaqtda baya men qistirib o'tib ketdim. Onu bilan 4 arasidagi vaqtda mumkin bo'lsa ballarni sirtga chiqarmaslik kerak. Chunki kunligi tiklashga vaqti biri bu. Ikkinchisi suvni jiqish kerak ballar. Üçüncüsü sirtga chiqib o'ynagan vaqtda masalan 4dan keyin deyli ya 10dan keyin deyli asli kun chiqib bo'ladi. Bu vaqtda kunning ta'siri bo'lmaydi degan gap emas. Adette şundaq künniki küçük bo'lmagan vaqtda odat yarım soatdan chiq vaqtda aptapdan tegi tursak bo'lmaydi. Chunki yarım soatdan chiq turgan vaqtimizda yallam shu teriga ziyon qildi. Hatto teriniki eg'ilishib qolsa, teri rak hujrali paydo qilishga sabab bo'ldi. Kunning ostida chiqilish. Shu qanday qilamiz degan vaqtda ballar mumkin bo'lsa shu aptapni saqlash uchun qo'llanilgan nimalar bor. Maylar va maylarni surib qo'yish kerak qo'liga, yuziga. Ondan keyin qalpoqni kiyish kerak. Yazda qalpoqlar bor, aptapni yuzini to'sab turadigan. Yoki bo'lmasa, undan keyin kurak shepkalar bor.
yüzden tamamen aptaptan tuzulgan. Muşkul kiyimlerini qo'llanish asosida kiyimlarni kiydirish, undan keyin shu maylani surtish kerak. Undan keyin vaqtga alohida diqqat qilish kerak. Bu ham shu aptap o'tishning oldini olishda muhim narsa. Albatta safga chiqqan joyda shu qo'saqning to'qligini kafolat qilish kerak. Qo'saq to'qmagan bolalarni safga chiqib saqlash kerak. Bunun başqa shu suylik yo'llari suv sizilishni ko'paytirish qanday odatda odamlarning qabul qilgan suv bilan chiqargan suvning miqdori odatda bo'lishi kerak. Agar qabul qilgan suvdan chiqargan suv ko'p bo'lib qolsa, suzilish paydo qiladi. Bu suzilishning birinchisi shu sirtda vaqtda jiq yurish, terlarning ko'p terlashmi bu sabab. Ikkinchisi shu oshqozon uch yallig'i sababini ich surish. Ich suraversa motor suzilib ketadi, suv suzildi. Bu eng chong muhim omillardan birisi. Shunday ahvolda agar shu oshqozon uch yallig'i bo'lib qolsa, yallig'in qolsa, darhol sal qaramasdan doktorxonaga olib borib, oldinmasa suzilish paydo qilib qolsa, og'ir oqibatlarni keltirib chiqishi mumkin. Onun degim shu suydik yo'lidan yuqumlash, suydik yo'lini yuqumlagan bolalarning sababini deb o'tib ketdi. Shuning uchun oldin olish uchun, masalan, dengiz olsun, ko'lchak olsun, suv tushgan bolalar darhol chiqqan vaqtda biz bu suv tushdi, ko'lchakka yo'g'idan tushdi, bu suv demasdan, cho'qim pokiz munchida yada tashada biz yuyindirib o'tish kerak. Undan keyin darhol almashtirib o'tish kerak. Hech kim yo'l hech kim bilan bolalarni jiq o'ynatishga ruxsat qilmaslik kerak. Çünkü shu yo'l ishkim bo'lib qolsa, virusniki ko'payishiga yo'l ochib turdi. Darhol ishkimni almashtirib, undan keyin pokiz tutib, bo'lsa quritib, mumkin bo'lsa cho'qim shu pokiz suvda darhol yuvindirishga kafolat qilish kerak. Undan boshqa shu bolalarniki shu quloq o'tira parda yallig'i dedik. Bu ko'p uchraydigan ahvollarning biri. Bunday ahvolni buningki oldini olish uchun qanday qilamiz degan vaqtimizda shu ko'lchak suv tushgan vaqtida yoki dengiz suv kirgan vaqtida ko'proq yuz berdi. Hozir hammaylar bilamiz, shu suv tushgan vaqtda quloqqa tiqib olgan narsa bor. Shu narsani ilib bolaning quloqiga saplash kerak. Chunki u suvniki quloqning ichiga kirishini oldini oladi. Agar u narsa bo'lmay qolib qolsa, suvdan chiqqandan keyin quloqni balada so'rab, agar quloqida suv turib qolgan bo'lsa, amalga shuni suvni chiqarib kerak. Undan keyin quruq vaqtida mumkin bo'lsa, quloqning ichiga solsa, nemlikni tatadi. Bu shaklda u kasallikni oldinish mumkin. Undan keyin hasharotlar, ularning chiqib kelishimi doim uchraydigan narsadir. Uylarda hozir derazni ichib yotmasa isib ketadi. Bundan qanday qilamiz degan chog'da, agar havo o'tadigan to'patlar bo'lib qolsa, pasha yoki boshqa hasharotlar uyga kirmasligini oldini olish kerak. Yoki bo'lmasa to'p bekitish kerak derazlarga. Undan keyin sirtiga o'ynaga chiqqan vaqtida shu bularni chimliqda o'ynagan vaqt qolsa, shiprak kiymay putiga paypoq kiyib oyoq bilan o'ynatish kerak. Chunki shiprak bu kiygan chog'da puti uch qiladi. Bu vaqtida hasharotlarning chiqilishi yo'li ichib turdi. Bu muhim omil. Lekin ko'pincha ota-onalar buning tam aksini qiladi. Issiq bo'lgandan keyin deb puti shu shiprakni keltirib yo'lga chiqarib qo'ydi. Buni qilmaslik kerak. Shu aytgan chog'da shu yozgi kasallikni oldinlashda birga shu tozalik eng muhim. Cho'qim sirtga chiqqanda kirgan chog'da qo'lni yuvish, undan keyin qo'lni yuvgan chog'da suv sharida qilib emas, suv bilan yuvish kerak. Chunki qo'lni suvdan tiqilsak, ba'zi bakteriya o'lmaydi. Suv bilan pokiz yuvib odatlanish kerak. Bizim bolalar mustop ketdi va Covid vaqtida qo'lni qanday yuvishdan bolalar cho'nglarda yosh qo'l kichik bolalar. To'g'ri. Ashni qo'llashtirish kerak bolalarga. Undan keyin ko'p suv ichib berish kerak. Qo'sqani vaqtida to'yg'izish kerak. Undan keyin o'sha 10 bilan 4 orasida sirtga chiqarmaslik kerak. Agar suzish ko'lchaklari yoki dengiz borgan vaqtimizda yo'l kiyim bilan o'ynashmay darhol yuvindirish, undan keyin kiyimlarni almashtirish kerak. Sirtga chiqqan vaqtimizda shu bolalarning yuziga, qo'llariga shu kundan saqlanish uchun maylani so'kish, undan keyin yuzini kundan to'sash uchun qalpoq yoki ko'rak shaklini kiydirish degandek usullarda qilsak, bu kasalliklarni keyin oldinish mumkin. Hech bo'lmagancha xatarni to'g'rilik bo'ladi deb qarayman. Rahmat muallim. Bugun haqiqatan nihoyatda vaqtida bulunmuş kasallikka atrofda taqilayotgan bir vaqtida talabimiz qabul qilib bir program chiqishga ma'qul bo'ldi. Ya'ni atrofimizda nurg'un ota-onalar bor, bolalarningki siz degandek nurg'un ishlarga diqqat qilmaydigan ota-onalar bor yo'q emas. Albatta diqqat qiladiganlar bor. Diqqat qilmaydigan ota-onalar bor. Inshaalloh bu programda ko'rib boshqa qarindoshlarning ehtiyoji qolsa ularga yo'llab berishni umid qilaman.
Unda olsa bugünkü programda bir şey çıksak, başka deydiğen, muş keseller doğrusu deydiğen başka gaplar olup kalsa, sözler olup kalsa, dep besli olmasa programı tüketsek. Başka gapim yo'q. Agar savol olib qolsa, astiga yozib qo'ysa javob bersak bo'ldi. Oxirida bütün farzandlarimiz salomat bo'lsin. Hammanglar omon eson bo'laylik. Hammanglarga rahmat. Rahmet Allah razı olsun. İnşallah programdan keyin tegdi savol bo'lib qolsa javoblashga tirishimiz. Unda olsa ma'lum sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Allah razı olsun. Sizlarga ko'p rahmat. Unda olsa bugünkü programımız bir şey çaksak, bulunma balla keserliklerini qat'iy oddiy çalmagan bo'lsak, o'zimizni shu balalarga o'xshash o'ylab, o'zimizning imon kuchi yuqori, ammo balaninki bizga o'xshash yuqori bo'lmasa mumkin. Shuningcha biz o'zimiz yeyotgan, ichayotgan, talaga o'ynatgan chiqqan vaqtimizda, qig'izayotgan, bütün o'ynagan ishlarni balalarni qila oladigan deb qig'izgan vaqtimizda, balalarga nurg'un kasallar, viruslar yuqib qolish ehtimolligi bor. Bu belki bir neçə gündə oңuşup getishi mümkün, bir oynab alğandan keyin degan bilik, amma bəzi kasalliklar, bəzi ishlar bundan keyingi irsiyat bo'lib yoki undan keyingi to'xtamay bo'ladigan bir kasallikka aylanib qolishi mumkin. Shunga chiqib bu to'g'risida ko'p ota-onalarning diqqat qilishini, bo'libmi bolaning sog'lomligi to'g'risida ahamiyat berishini umid qilaman. Unda olsa bugungi programmamiz mishacha bo'ladi. Inshaalloh kelasi qism programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.